Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yangi ishlarimiz bitdi. Aquaplast 6500 penta degan. Xo'p, bu joyimizga ikkita rom, 3 ta eshik, 2 ta podval eshik, 2 ta fortishka qo'yib berganmiz. Bu taraflarda kuzda qo'yib berdik. Hop. Aquaplast eshiklarimiz. Oynalari 2 qavat, tashqarisi seriya oyna. Ochilib yopilishlari o'ta go'zal. Podokonniylarimiz 40lik Aquaplast. Hop, moskitli setkalari bilan. Romlarimiz двойное открывание. Ham fortishka hisobida ochiladi. Bu romimiz ham moskitli setkasi bilan. Bu eshigimiz ham ligirovkalari o'ta go'zal. Romlarimiz Aquaplast podokonniylar bilan. Ochilib yopilishlari ham go'zal. Bu joyimizga spanli bitta eshik qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Bu joyimiz общий summasi podvalga alyumiy eshik berdik. Oynalari 2 qavat, tashqarisi yodviy, tashqarisi seri, ichkarisi oddiy oq oynak. Fortishkalarimizga qaychilik qo'yib berganmiz. Xo'p, podvalimizga balkon profil ishlatganmiz. Eshigimizning eni kattaligi uchun. Ochilib yopilishlari o'ta go'zal. Bu joyimiz 2 ta rom, 3 ta eshik, 2 ta podval eshik, 2 ta fortishka. Summasi 30 million so'm bo'ldi. Hamma narsasi Aqua. Kimga shunaqa chiroyli, sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Davrron